Hozir Instagramda obrazdan chiqib ketib, bunaqa bir burchaga borib o'tirging keladi. Mana shu hayotni o'ylab, dunyoviy g'am tashvishlarni o'ylab, nima uchun yashayapmiz o'zi? Nima uchun yuribmiz bunaqa hammaga o'zimizni ko'z qo'yib deb o'ylanib qolaman. Nima uchun kurashyapmiz abi? Bir qishlog'imga tortadi akalar, qishlog'imda ham bunaqa betonda ustida o'tirardik, bolalar bilan yig'ilib olib, semicha chaqib, o'tgan ketganlarda xotinlarini yoki erlarini g'iybat qilib, bekarchi deydi akalar. Hozir biladi hamma erkaklarning xayolida shu narsa. Qachon nimadirga erishaman, qachon nimanidir kimgadir ko'rsataman erishganimni. Nima deydaligi, mesh deydimi, vendetta. Ya'ni qasos olaman dushmanlarimdan. Dushmanlar uchun yashaymiz ham deb olib qarasa, akalar qo'limni reklama qilyapman, qo'l bilan futbolka ham reklama ichida ketyapti. Aspalni ham reklama qilibdi. Mana qaranglar, Amerikan aspalini tekis yaqinda qilishdi mana shu fitnessdagilar aspalni ham. Ular shunaqa akalar, sizlar ham ora-chorada mana shunaqa o'yga tushib qolasizlarmi? O'zingizlardan o'zingizlar mujiylar, sizlar bilasizlar bu narsani. Hozir qizlar ham aralashishi mumkin. Ha, menda ham bo'ladi deb. Sizlarda bo'lmaydi bu narsa, sizlar bilmaysizlar, qo'yinglar. Hamma o'zingizlar tiqormanglar. Akalar, hech narsa yaxshi bo'lmaydi. Bundan buyog'i battar bo'laveradi akalar. O'zimiz aldamaylik, hammasi yaxshi bo'ladi deb.